Assalomu alaykum hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Xabar kanalımızga hoş geldinglar. Bugün 8 ayının 7 günü. Bugün yanıla insanlarını hoş kıldıgan bir gün oldu. Çünkü cinayetçi cezaga tortildi. Hakikat yanıla hakikat bulup beşini kötedi. Hong Kong'ның erkinligiga buzg'unchilik qilgan jinoyatchilarninki ismi Dünya Nomussizlar temiga mıhlandi. Bugün Amerika Maliye Ministri Hong Kong'a münasebetlik Xitay hükümet emaldorlari bilan Hong Kong emaldorlarini jazolandı degan tizimlikni e'lon qildi. Xitay hükümeti ve Hong Kong hükümeti bulup 11 nomussiz asosliq jinoyatchilarning ismini rad tartibi bilan tizimga turg'izib, ularning ID kart nomerini, pasport nomerini, pasportning yil oy kun to'shadigan vaqtini tafsila aniq yozib e'lon qildi. Jazolash tadbiri bo'lsa, iqtisodiy jihatdan, bank muomala jihatdan, Amerika, Yevropa davlatlariga viza bermaslik jihatdan, G'arb dunyosidagi mol-mulklarini to'ng'itish jihatdan og'ir jazo yurgizibdi. Amerika Maliya ministri so'zida biz Hong Kongning xalqi bilan bir safda turamiz. Hong Kongning amaldorlari cho'qim jazoga tortilishi kerak. Biz o'zimizning quroli bilan ular ustidan jazo yurgizamiz. Chunki bu Xitoy amaldorlari va Hong Kong amaldorlari Hong Kongning oliy avtonomiyasiga buzg'unchilik ilib borgan degan so'zlarni qilibdi. Amerika hukumatining bosh kotibi Pompeo apandimmi Twitter'da so'z qilib, Amerika xalqi bilan Hong Kong xalqi bir safda turdi. Bu Xitoy amaldorlari Hong Kongning erkinligiga, qimmat ko'z qarashiga qarshi ilib borgan jinoyatini hargizmi kechirishga bo'lmaydi debdi. Xitoy hukumat amaldorlari Hong Kong hukumat amaldorlari Hong Kongning bir davlatda ikki xil tuzum degan shartnomasiga buzg'unchilik qilgan. Angliya Xitoy o'tirsidagi qo'shma bayonotiga buzg'unchilik qilgan. Xalqaro jamiyatga bergan va'dasidan yinib olgan. Shunga Xitoy hukumat amaldorlari Hong Kong hukumat amaldorlari cho'qim qattiq jazoga tortilishi kerak debdi Pompeo apandim. Endi bu jazoga uchirgan 11 Xitoy amaldorlari bo'lsa, bir qismi Hong Kong'a münasebetlik Xitoy hukumat amaldorlari ekan. Yana bir qism bo'lsa Hong Kong hukumat amaldorlari ekan. Bu 11 nafar jinoyatchining ustidan jazo yurgizishning ahamiyati intayin zo'r ekan. Bu 11 amaldor iqtisodiy jihatdan og'ir ziyon tortar ekan. Mayli Amerikaga, Angliyaga berish yo'llarimi butunlay taqilib ketar ekan. Hatto Angliya Amerikadagi tijoratlarimi suvga chilishib qoldi ekan. Mana bu 11 amaldorlarning urug' tuqqanlarimi o'xshashla balo qazoga uchraydi ekan. Eng og'ir bo'g'ini bu 11 amaldor nom jihatda xalqaro jamiyatda nomussiz jinoyatchi degan nom bilan atilib qoladi ekan. Bularning ismi xuddi Shimoliy Koreyaning amaldorlarining nomidek bir qatordan o'rin oldi ekan. Endi Amerika hukumati Xitoy hukumatini qadam bosqich bilan o'zgartirib etish uchun harakat tartiblarini qadam boshlayotdi. Bulubmu Amerika hukumati internet tor uchur urushida Tayvan ko'zirini o'ynash ishlarini boshlab internet tor uchuri bo'lsa, hozirgi zamon dunyosining eng yuqori pallisi bo'ladi. Agar sen internet tor uchurining yuqori pallisini kontrol qila olsang, u chaqda internet tor uchurining afzal sharoiti sening qo'lingda bo'ladi degan gap. U chaqda puxta qadam bilan g'alabaga erishidi degan gap. Agar internet tor uchurida mag'lubiyatga uchursang, butunlay hamma jihatda gumron bo'ladigan gap. Bundan boshqa Amerika davlati Tayvanni Xitoy hukumatiga qarta eng muhim qurol qilib ishlatgani bo'ladiganligini allburun mo'ljallagan. Bundaq aytganda, Tayvan orli bo'lsa, haddidan tashqari dengizga cho'kmaydigan bir oyamatga deb qarashqimi bo'ladi ekan. Shunga Tayvan orqali Xitoy hokimiyatiga taqobil turish, Xitoy hokimiyatini gumron qilishda ishlatadigan eng yaxshi qurol ekan. Shunga Amerika hukumati hozir jiddiy turda internet tor uchurida zo'r xizmatlarni qilib, Xitoy hokimiyatining internet tor uchurini kontrol qilayotgan shirkatlarni vayron qilishni boshlabdi. Yana bir jihatdan Xitoy hukumatining G'arb dunyosida putra turayotgan internet uchur markazlarini yiltizdan qo'mirib tashlaydi ekan. Tayvanning mudofaasini kuchaytirish bilan birga Tayvanning xalqarodagi o'rnini yuksak ko'tarishni boshlab etibdi. Bu vaziyatni ko'rib turgan Xitoyning koni bo'lgan Xu Shijing
Yer shari vaqt gazetida urush puruq chiqib turgan maqola e'lon qilib, Amerika hukumati Sahya ministrini Tayvanga avatdi ekan. Bu xuddi Xitoy hukumatiga qarta qezini to'g'irgan usulga o'xshash urush ilib beryotdi. Endi bu yerda qezini to'g'irgan deganimiz Xitoy davlatini uzun bir qezga o'xshatgan bo'lsa, yumshoq yeridan to'g'rashga boshladi degan gap. Xo'shijin gapida agar sizlar qezini to'g'rash usuli bilan Xitoy hukumatiga muomala qilsanglar, Xitoy davlati hargiz qo'shilmaydi. Bizning qo'limizda urush ko'zirlari bor. Biz urushdan hargiz qo'rqmaymiz deb urush holatiga o'tgandek ovoz bilan maqola e'lon qildi. Amerikaning Tayvan ko'zirini ishiltishi Xitoy hukumatining jon tomiriga taqashgan gap. Hozir Amerika davlati bo'lsa, Xitoyning internet tor sohasiga Tayvanni ko'zir qilib ishiltish tadbiriga nisbatan Xitoy hukumati var vaqirgan bilan uningga qarata unumlik to'g'ri keladigan usullarni topolmayotgan gap. Endi oldimizdagi yakshanba kuni Amerika hukumati Amerika Sahya ministrini Tayvanga avatdi ekan. Amerika Sahya ministri Tayvan hukumat arbobi bo'lgan Tsai Ing-wen va ularga munosabatlik amaldorlar bilan ko'rishir ekan. Bu Xitoy davlatilar bo'lib qolmasdan butun dunyoga nisbatan zo'r bir ta'sir ko'rsatadigan bir ish ekan. Uningdan boshqa bugun Amerika hukumati Tayvanga nisbatan cho'ng tipdagi 4 dona uchquchisiz aeroplanni avatib beribdi. Bu uchquchisiz aeroplan razvedchilik qilish vazifasi bilan 11,000 kilometr uchish masofasini basalaydi ekan. Xitoy havo bo'shlig'ida xotirjam aylanib ucha oladi ekan. Bu uchquchisiz aeroplanninki roli bo'lsa, u bir jihatdan keng ko'lamlik razvedchilik qila oladi ekan. Yana bir jihatdan bo'lsa, boshqarilgan bombalarga nisbatan nishonliq nuqtalarni ko'rsatib bera oladi ekan. Bu demak, razvedni yaxshi qilib, ma'lum nishonni boshqarilgan bombaga ko'rsatib berib, shu nishonni ursang bo'ladi degan buyruqni qilib bera oladi ekan. Bu 4 uchquchisiz aeroplanning bahosi bo'lsa 600 million Amerika dollaridan eshib ketar ekan. Bahosimi haddidan ziyoda qimmat degan gap. Hozirgi zamonda uchquchisiz aeroplan urush qurollari ichida oldingi qatorda turadi ekan. Amerika davlati oldi bilan bu 4 dona uchquchisiz aeroplanni Tayvanga yetkazib berib, bu aeroplanni ishlatishni bilish bilan birga Xitoy davlatini razved qilish ishlarini boshlaydi ekan. Yaqin mezgilda Amerika hukumati qurollangan, boshqarilgan bomba bekitilgan uchquchisiz aeroplanlarni Tayvanga yetkazib berdi ekan. Agar Xitoy va Tayvan o'rtasida urush boshlanib qolsa, bu aeroplanlar nishonliq zarba berish, bevosita Xitoyning markazi bo'lgan Junanxayga zarba bera oladigan Eron davlatining harbiy generalining kallasini olganga o'xshash Xi Jinpingning kallasini oladi ekan. Bizning xabarimiz bo'lgandek, bultur Amerika hukumati Tayvanga 66 dona qirg'uvchi aeroplan, 108 dona tanklarni setib berib, birdilla Tayvan armiyasining kuchini ko'tarib yetibdi. Endi Xitoy hukumati bilan Amerika hukumati o'rtasidagi urush faqat vaqt masalasidan bo'lib qolgan ekan. Endi Amerika hukumatining ma'lum sharoitlari pishib yetilganda Xitoy Amerika o'rtasidagi urush uzunga bormay portlaydi ekan. Bugungi qisqa xabarimiz mishagicha oxirlashdi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.